Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga zo'r joydan zo'r xonadon topib qo'ydim. 6 sotu yer hisobida berishyapti. Lokatsiyasi ham zo'r, biznes seli ham bo'ladi. Xo'p, biz qayerdamiz? Sergelida turibmiz. Sergeli mosti, betonkadamiz. Bu yoq taraf Sergeli mashina bozor. Bu yoqqa qarab Qo'yluga, aeroportga chiqib ketasizlar. Yo'l yuzi Nest City mana. Nest City. Lokatsiyani ko'pchilik bildi. Telegram kanalim bor. Videoni описаниеda Telegram kanalim silkasini qo'yaman. Lokatsiyalarni ham tashlab qo'yaman. Instagramga, YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Har biringizga uy talablarga bundan zo'r joylardan zo'r uylar nasib qilsin. Ketdik birgalikda ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, ko'pchilik bu yerda biznes qiladi. Katta 2 etajli joylar bor. Xohlasangiz siz ham bu yerga mehmonxona qursangiz ham bo'ladi. Biznesingiz uchun ofis qursangiz ham bo'ladi. Samolyotda tepangizdan qo'nadi, mana samolyot kelyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, yaxshi lokatsiya. Boshpana TV kanalim eski kanalim hozir o'zimda emas, shuning uchun bu kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing. Arzon joylardan yaxshi uylarni ko'rsatishga imkon qadar harakat qilaman. Boyaga aytganimdek, Telegram, Instagram sahifalarimda ham qisqa videolarni qo'yib, lokatsiyalari bilan qo'yib boraman. Xo'p, bu yerda mana bemalol 3 ta 4 ta mashinangizni joylashtirib olsangiz bo'ladi. Aynan shu xonadon sotilyapti. Umumiy yer maydoni 6 sotuv ekan. Xo'p, ketdik, ichkarini ham ko'rsatamiz. Narx-navolarni ham sizlarga aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, kirishinglar bilan bemalol bu yerga 3 ta 4 ta mashinangizni joylashtirib olsangiz bo'ladi. Bu yoq tomonda hovlida o'tiradigan joylari, naveslari bor ekan, suvlari bor, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q joy. 6 sotuv yer maydoni. Xo'p, bu yerda 8 ta xona bor ekan, 8 ta xonasi bor. Ichkarilarga kirib ko'rsatmaymiz, chunki odamlar bor ekan. Xo'p, bu yoqni ko'rsatamiz. Mana bog'lari bor. Uzum daraxtlari, anjir daraxti, anor daraxtlari bor ekan. Maza qilib yashaysiz bo'ladi xullas. Bu yoqda adashmasam tovuq ham boqishar ekan. 8 ta xona, bu yerdan kirish bor, u yoqdan kirish bor. Xullas hamma narsasi joy-joyida, gaz va suvdan muammosi yo'q. Ichkariga kirib ko'rsatmayman. Bu uyimizning narxi 310 ming dollar baholashayotgan ekan, kelishtirib berishadi. Aynan pastdagi nomerlar xonadon egalari nomeri. Bemalol telefon qilib, kelib savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz yashaysiz, xohlasangiz buzib boshqatdan qurib biznes uchun joy qilib olsangiz ham bo'ladi. Sizni ham uy joyingizni reklama qilish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib arzon narxlarda uy joyingizni reklama qilib tez kunlarda sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizga obuna bo'ling. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.